qaysi payg'ambarga nasib qilmagan maqom bizni payg'ambarimiz alayhissalomga nasib qildi. Mana shu Isro Me'roj. Boshqa birortasiga nasib qilmagan juda ulug' bir maqom berildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining gaplari bor. Ana sayyidu valadi Adam vala faxr deganlarda, faxr uchun aytmayman u, lekin men odamlarning farzandlarini sayyidiman deganlar. Haqiqatda ham shunday. Rasulimiz alayhisolatu vasallam butun insoniyatni sayyidlari bo'ldilar, ulug'lari bo'ldilar va bu maqom u zotga Alloh tomonidan berildi. Allah Qur'oni Karimda "Estaizu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik degan Alloh Qur'onda. U zot rahmat bo'lib kelganlar. Butun olamlarga rahmat bo'lib kelganlar. Nafaqatgina insoniyatga, hatto o'simlik olamiga rahmat bo'lib keldilar. Hayvonot olamiga rahmat bo'lib keldilar. Qanday qilib desa, o'simliklarni kesmaslikka, hattoki qiyomat boshlanib qolsa ham daraxt ekishlikka buyurdilar. Hayvonlarga ozor bermaslikka, hatto bir chumchuqni bekordan bekor o'ldirsang qiyomatda Allohning huzurida seni so'roq savol qiladi degan ma'noda hadislarni aytdilar. Bu rahmatlari bo'ladi. Insoniyatga esa beqiyos rahmatlari u zotimizga payg'ambar bo'lishliklari va bugun siz bilan biz bitta ota-onani farzandidek mehr oqibatli bo'lib qolishligimizga sabab ana o'sha zotning rahmat bo'lib kelishliklari azizlar. Namoz Alloh bilan bandani orasidagi buyuk bir aloqa. Me'roj haqida gap ketganda mo'min musulmonlar va qaniydi bizda ham shunaqa voqea bo'lsa deb orzu qiladi. Ana o'shuning uchun aytiladiki, as-salatu me'rojul mu'minin deb. Namoz bu mo'minning me'roji. Tasavvur qilyapsizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom me'rojga chiqib qanaqa rohat ko'rganlar bo'lsa, biz bugun namozda turib shuni ko'rishimiz kerak. Shuncha ulamolar aytadi. Yodimizda tutaylik shu gapni. Namozxon, ayniqsa xufton kech bo'ladi, charchaymiz, birinchi xuftonda o'qib olaylik deb o'qib bo'lgandan keyin Xudoga shukr o'qib oldik, maza qildik deymiz. Bu yaxshi, gunoh emas. Lekin namozxon namozni o'qib bo'lib emas, namoz o'qiyatib maza qilsin deydi. Namoz o'qiyotganda rohatlansin. O'qib bo'lgandan keyin mas'uliyatdan qutulganligi uchunki rohat u rohat alohida. Undagi rohatimiz qarzdan qutuldik, vazifamizni bajardik. Lekin namoz ichida turib rohatlanish kerak azizlar. Shunday o'qish kerakki, namozni payg'ambarimiz alayhissalomga Me'rojga chiqqanlarda farz bo'lgan ibodatni bajarayotganini his qilib, men go'yoki Allohning qabulida turibman degan rohat bilan namoz o'qish kerak. Alloh Qur'onda ajib bir oyat keltiradi. Estaizu billah, inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Qarang, Alloh taolo namoz o'qishga buyurib aytayaptiki, namoz o'qing, namoz sizlarni fahsh va yomon ishlardan to'xtatadi. Namoz sizlarni fahsh va munkar ishlardan to'xtatadi deyapti. Qaytaradi, nahiy qiladi. Endi savol beriladi. Namozxon bo'lib turib gunoh qilayotgan, namozxon bo'lib turib birovning haqqiga xiyonat qilayotgan, namozxon bo'lib turib o'g'rilik qilayotgan, namozxon bo'lib turib kechirasizlar, Alloh bizni kechirsin, hatto bor bu ham zino qilayotgan, namozxon bo'lib turib qilayotganlar bor-ku. Qur'onda Alloh taolo namoz o'qing, namoz sizni fahshdan, munkardan qaytaradi deyapti-yu deganimizda namozni aybi emas. U hali namoz o'qimayapti. Agar peshonasini sajdaga qo'yib subhan robbiyal a'la deb buyuk Allohni poklab Robbim Alloh deb turgan banda bu gunohlarni qilmaydi, chunki namozi unga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun agar mabodo namoz o'qiyapmiz lekin shu namozimiz bizni munkar ishlardan, gunohlardan to'xtatmayotgan bo'lsa, biz namozimizga e'tiborni qarataylik azizlar. Biz namozni o'sha talab qilgan darajadagi xushu, huzusini chiqara olmayapmiz-da. Biz uni harakatini chiqaryapmiz xolos. Sajda qilyapmiz, ruku qilyapmiz, lekin o'shining ichidagi ma'naviy ruhiyatini chiqara olmayapmiz.
namozni muhabbat, shunday sadoqat bilan o'qishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kabi. Biz namozni agar shunaqa o'qisak, namoz o'zi bizni to'xtatib qo'yadi hamma gunohlardan. Hamma gunohlardan, chunki bu va'dani Payg'ambarimiz alayhisalom yoki bizga o'xshagan ahli ilm aytmayapti-da, buni Alloh aytayapti-da. Alloh aytayapti-da, namoz o'qi deyapti. Namoz seni hamma fahshishdan, hamma gunohdan to'xtatadi. Ha, to'xtamayotgan bo'lsa, demak bu namozni aybi emas, namozxonni ayb. U haqiqiy namozxon bo'la olmayapti. Agar bir narsaga sabr qilsak, qiyinchiliklariga, albatta uni orqasidan o'sha sabrimiz evaziga Alloh taolo bizga boshqa bir yaxshilikni, bir ilohiy bir madadni beradi. Chunki eng bizni qalbimizni larzaga keladigani o'zini qarindoshlari, o'zlarining qavmdoshlari, yaqinlari u zotni inkor qildilar. Qancha ularni qamalga qo'yib qo'ydilar. Ular bilan tijoriy ishlarni to'xtatishga, quda-andachilik qilmaslikkacha yurdilar. Hatto mana qancha keyin qiyinchiliklar, Xadicha onamizni olamdan o'tishlari, amakilari Abu Tolibni olamdan o'tishlari, bu Toif voqeasi va hokazolar, o'shini hammasiga payg'ambarimiz alayhisalom sabr qilib turdilar. Hattoki shu darajada bo'lgan ediki, Toifga borganlarida azizlar, Rasulimiz alayhissalomni yosh bolalar va aqlsizlarning qo'liga tosh berib, toshbo'ron qildirib, muborak jismlardan qon oqib turganda Allohga duo qildilar. Jabroil alayhissalom ikkita farishta bilan kelib, bu farishtalar tog'larni boshqarishga muvakkal bo'lgan farishtalar, ruxsat bering shu Toifning ustiga tog'larni ko'tarib olib kelib tashasin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, yo'q, men ummatiga balo olib keluvchi payg'ambar emasman. Ular bilmasdan qilyapti. Hali bulardan yaxshi hidoyatli, yaxshi insoflik, diyonatlik zurriyotlar chiqadi deb umid qildilar. Sabr qildilar. Lekin biz azizlar bugun musulmon bo'la turib musulmonni qarg'aymiz. Inson o'zini haqqini talab qilishligi, mavqeini bilishligi yaxshi, lekin qarg'ash, boshqalarga ofat so'rash, boshqalarga balo so'rashlik bu payg'ambarimiz alayhisalom tarbiyasi emas. Ana o'shini orqasidan sabr qildi. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimda "Sa'izu billah fa inna ma'al usri yusra", inna ma'al usri yusra dedi bana. Har qanaqa qiyinchilikning orqasidan bir yengillik bor. Bilingki, sizda hayotingizda bir qiyinchilik kelyapti. Qanaqadir qiyinchilikka uchrayapmiz. Mana shu oyatga muvofiq sabr qilsak, uni orqasidan albatta Alloh yengillikni beradi azizlar. Faqatgina sabr qilsak. O'zi aslida sabr qachon haqiqiy sabr hisoblanadi bilasizmi? Haqiqiy sabr inda sadmatul ulada, o'sha musibat birinchi tushgan paytdagi sabr. Odatda har qanaqa musibat bo'lsin, yaqinidan ayrilish bo'lsin, sog'ligidan ayrilish bo'lsin, iqtisod molidan ayrilish bo'lsin, nima bo'lsa ham ozgina fursat o'tgandan keyin inson tabiatan shunga ko'nikadi. Rozi bo'ladi. Ha, bo'pti-da deydi. U sabr qilish emas, u ko'nikish. Haqiqiy sabr sinovdan o'tish, o'sha boshiga tushishiga inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga boramiz deb sabr qilsa, bu haqiqiy sabr. Ana o'shnaqa sabr qilgan odamga albatta orqasidan yengillik va'da qilindi. Shuning uchun buni yodimizda tutishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomga eng katta bir madad berildi, eng katta bir rohat berildiki, Me'roj voqeasi. O'sha sabrlarning orqasidan